Assalomu alaykum do'stlar. Bugun mana shu sxema bo'yicha sevanani uladim. Ulanishi. Shu yerda karabaskopim bor, ikkita. Blogida ikkita stiker bor. Birinchi stikerda qizil simon +12, qora sim minus. Ikkita yashil sim bor. Bu kalmaganasini mana ikkita sim ulangan, plus minus farqi. Keyingi stikerda ikkita oq sim +12 ga ulangan va ikkita sariq sim. Bu knopka A chiqish +12 va knopka B chiqish 12. Bu knopka bas kirish. Endi ular tekshirib ko'ramiz. Minus plus. Bittadan yoqamiz va skoroskop ishlatib ko'ramiz. A knopkasini bossak, mana A skoroskopga tok keldi. B knopkasini bossak, B skoroskopga tok keldi. Yana bossak o'chadi. Yonadi. O'chadi. Buni ham ishlatib ko'ramiz. Ko'p ishlatmaymiz, ishlayapti. Va bitta knopkani o'zidan ishlatsa bo'ladi. Knopka kirish, blokka kirish va minus bir marta bossak. Ishlayapti.